Assalomu alaykum, hurmatli Qamashi qishloq ahli, qishloqdoshlar, musofirda yurgan yurtdoshlar, hormanglar. Assalomu alaykum, hurmatli qishloqdoshlar. Bugungi Baxtiyor M studiyasida qo'yiladigan e'lon juda katta sotuvga ega bo'lgan, yer maydoniga ega bo'lgan uchastka sotiladi. Hurmatli qishloqdoshlar, agar kim pul yig'ib katta joyga ega bo'laman, yer uchastkasini izlab yurgan bo'lsa, marhamat, ushbu xonadonimiz sotuvda. Qishloqdoshlar, bemalol pastdagi nomerlarga telefon qilasizlar. Qamashi qishlog'ini Nurobod mahallasini mana tomondan mana bu ko'chani tanishlaringiz mumkin. Bu ko'chamiz bu Nurobod mahallasini ko'chalaridan biri. Mana bu tomonni ham ko'rsataman. Bu tomonda tupik ko'cha ekan. Bu tupik ko'cha. Marhamat qishloqdoshlar, ko'rishlaringiz mumkin. Ko'chani oxiri. Ana endi mana qumchag'il to'kilgan uyni oldiga. Shu qumchag'il ham shularga tegishli bo'lishi mumkin, lekin so'raganim yo'q. Endi uyni obzor qilsak sekin o'tamiz. Uydagi bino mana shunaqangi holatda. Derazalari akfa eshikdan qilingan. Fundamentlar baland, baquvvat taylangan. Xo'p, agar kim bu yer maydonini, bu uyni sotib olaman desa, 16 sotuq yer maydoniga ega bo'lgan yerga ega bo'lishadi. Bu hovlini kattaligi juda katta ekan. Agar kim bir chorvachilik bilan, dehqonchilik, parnik qilaman desa, juda qulay narsa bo'ladi. Asosiysi narxini kelishtirib beriladi. Narxi Qamashi qishlog'ining sentridagidek narxlardan emas. Narxi chiroyli narxlardan. Hovlini ichi chuqur qilingan, atroflari ko'tarilgan. Bu tomoni qo'shnining devori, chap tomoni, o'ng tomonida devor mavjud emas. Agar kim olaman desa, devor qilib qo'shib olinadi. Havuz bor, ichimlik suv havuzi bor va uy egalarini hozircha yashab turgan 3 xonadan iborat bo'lgan imorat mavjud. Mana shu imoratni ko'rishlaringiz mumkin. Aziz qishloqdoshlar, konditsioner, endi mebellari, hamma narsasi, gilam, plan, patologlari, keyin pol patologlari qilingan, eshik derazalari qo'yilgan. Bu binomizda 3 ta xona mavjud. 3 ta xona va bitta ayvon. Endi hozirda bularni yashab turganliklari uchun ularni ko'rsata olmaymiz. Chunki uy egalari hali yashayapti. Agar kim olaman desa, mana keladi, mana shu Nurobod mahallasiga ko'rib, videodan nima uchun biz video qilamiz? Videodan asosan hamma narsasi ko'rinadi. Iminni kelib ko'rib bezovta qilishi shart emas. Mana agar kim olaman desa, men hamma joydan video qilib ko'rsataman. Juda aniq, откровенно deydi-ku, mana ruslar aytgandek, ochiqroq qilib ko'rsatib beryapman. Kim olaman desa, mana marhamat, telefon qilib bemalol gaplashishlaringiz mumkin. Yer maydoni juda uzun. Agar kim kelishib, aka-ukalar, ikkita aka-uka birdaniga olamiz desa ham juda qulay bo'ladi. Hozir men bu tomondan ham ko'rsataman. Yer maydoni juda katta. Hujjatda 16 sotuq, ya'ni hujjatlarni ham aytib o'taman. Hujjatlari hammasi kadastr hujjatlarini o'zim ko'zim bilan ko'rdim. Uy egalarining o'zlariga tegishli. Birdaniga borasiz, notariusdan sразу oldi-sotdi jarayonlari bo'ladi birdaniga. Ya'ni kadastr hujjatlarini ham yangilab qo'yilgan ekan, sotishga taxlab qo'yilgan. Hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Yangi kadastr hujjatlarini yangilangan. Borasiz, birdaniga notariusdan oldi-sotdi qilaverasiz. Uy egalarini aytishi bo'yicha sotug'iga hisoblab beramiz deyaptilar. Necha sotuq bo'lsa, shu sotuq bo'yicha hisob kitob qilamiz. Bo'sh yer maydoni bo'yicha gaplashamiz deyaptilar. Ko'rib turasizlar, 4 tomondan olingan. 4 tomondan, agar u tomondan molxona qilaman deganlarga juda zo'r variantda chiroyli molxona tushadi. Hovlini ichini kattaligi ham juda katta. Как раз bitta parnikning joyi.
pul to'plab, bir tirikchilik qilaman, parnik dehqonchilik qilaman deb yurganlarga juda qulay variant. Endi suv muammosi bo'lishi mumkin, suvni. Yana bir narsani aytishim kerak. Men hozir qo'shnining uyini ko'rsatmadim. Qo'shnining uyida suv ariqdan suv oqib turibdi lekin. Hozir ko'rsatmadim bu narsani. Endi qo'shnidan ruxsat so'raganimiz yo'q. Uyda binoni mana bu tomondan ko'rinishi. Qishloqdoshlar. Keyin yana bir narsani aytib o'tishim kerak. Men pastda o'zimning ham telefon nomerimni yozib qoldiraman. Kimdaki mana shunaqangi qishloq bo'yicha yaxshi e'lonlarni, g'iybat, birovni yomonlash, birovni ustidan yozish, chizish e'lonlari emasda, yaxshi e'lonlarni kim qo'yaman desa, mana marhamat, men o'z telefon raqamimni qoldiraman. Xolisona tushirib, chiroyli qilib nima qilib beraman, joylashtirib beraman. Bilmayman, bilmaydigan odamlarga juda zo'r variant. Mana kanalimizda anchagina qishloqdoshlar mavjud. Shu qishloqdoshlar ko'rib ma'lumotga ega bo'lishadi. Aziz qishloqdoshlar, shunaqa gaplar. Mana shu uy sotiladi. Havas qilganlar, kim olaman deb uchastka yer qidirib yurgan bo'lsa, marhamat, sirazi bosib yuboradigan joyi. Aziz do'stlar, qishloqdoshlar, keyingi videolarda ko'rishguncha yana qiziqroq videolar chiqarishga harakat qilaman. Qishloqdagi yangi videolar, yangiliklar, musofirdagilarni zeriktirmaslikka harakat qilamiz. Nasib bo'lsa endi bu yog'i to'ylar boshlanadi, to'ylar mavsumi. To'ylar mavsumiga juda eng oxirgi texnikalardan keltirib qo'yganmiz. Klip oladigan syomkalarni hozirgi qo'limdagi kino kamera ham o'shanaqa kino kamera. Shu kino kameralar bilan xolasa to'ylarga xizmat qilamiz. To'ylarni chiroyli joylardan egalari albatta ruxsat bergandan keyin biz joylaymiz YouTube'ga. Qishloqdoshlar, shunaqa gaplar. Yana yaxshi kunlarda ko'rishguncha azizlar. Hammani Xudoning o'z omadini bersin. Xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.